Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 8-fevral haftani yakshanba kuni 2026-yil Bobosho'x bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p, bular mana shunaqangi nima deydi? Gamajmi bu? Nima o'zi bu? Ular Jenskiy gamaj ekan. Nech pul? O'z narxini aytingchi bir boshdan. 42 ming so'm. 42 ming so'm ekan. Mana ular 40 mingdan. 40 ming so'mdan donasi. Pachka narxi. Pachka narxi aytilyapti hozirgi vaqtda. Mana ular 37 ming mana ikkalasi. Ha. Bu ikkalasi. Yanachi? Hech narsa toshi yo'qligi bor mana 40 ming so'm bu. Ha. 40 ming so'm. Kalgotki bor. Kalgatkilar bor ekan. 35 ming. 35 ming so'mdan ekan. Mana ular 45 ming. Bular 45 ming so'm. Mana. Yo'q deng. Xo'p, mana shunaqa narsalar ekan. Bu-chi toshi bor shimiz nech pul? Tash etib qo'ygan. 42 ming. 42 ming so'm mana. Toshi. Mana ular 35 ming angorga qalin. Qancha? 35. 35 ming so'm. Xo'p, yog'da etskilar bor, shimlar bor. Mana detskilari bor ekan. Nech pul bu? Ko'tar 75 ko'rsatib ming qo'ygan mana. 75 ming so'm? Birinchi sinfdan boshlanadi razmeri. Birinchi sinfdan boshlanadi. Maktabda direktoriga bormi razmer? Ha. Direktor, zam direktorgacha bor. Bu kattalar ekan ana. Ha. Kattalar qanaqa bo'lyapti razmeri? Bu 27 dan 30 gacha. 27 dan 30 gacha ekan razmeri. Nech pul narxi? 150 ming. 150 ming so'm. Donagami, pachkagami? Donaga. Donaga. Pachkaga ham shunaqa narx. Pachkaga ham shu narx ekan. Telefon nomeringiz 90lik 90lik 051 051 17 17 ga telefon qilaverasizlar. Endi qisqaroq bo'lsa ham deb ko'rsatib qo'yaveramiz. Mana shunday narsalar ekanda. Mana ular nech pul? Eng arzoni shular, ha? Musko 25 ming. 25 ming so'mdan mana. Bittamda yoyib ko'rsata olasizmi shu? Bu do'kon bu paypoq sotadigan Dildor tekstil do'koni yonida mana. Shu tovarlar ham shu do'konda turadi. Kimdir o't-pot qo'yib yoqib ketmasin do'konni, yondirib olmasin. Sekin endi kuchayyapti o'zi do'kon. Ha, do'konlar yaxvorish moda bo'lib qoldi-da. Ha. Sog' bo'lasizlar.